Iqra bismi robbikallazi xalaq. Avvalin vahiy ilohiyga hayot zindalik insoniyat edi. Shurusi iqra mana bo'lgan. Iqra ba ma'noy o'qishlik. Iqra ba ma'noy donish. Iqra ba ma'noy ilm. Ogohi. Alloh taolo avvalin sura-i Qur'onda va oyat-i Qur'onda sura-i Iqra bilan shuru qilgan. Donishda nihoyat arzishi bor. Dar zimniki ulum dinini bizlarga ahamiyati bor. Ma'lumdorki bizlarda ubudiyat bandaligi biz bo'lmaydi do zamoniki faroizlarni biz bilmasak. Ulum asrini ham ahamiyati bor. Shu asosdan ba ittifoq fuqahoy kirom ulum asrini o'qishlik farz kifoyida. Farzdir. Ilmi kimyo bo'lsin, ziroat bo'lsin, yo tijoratda ilmi bo'lsin, a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Ey musulmonlar, sizlar omadalik olinglar. Dar qibolu dushmanlaringga mastata'tum qanchaki tavonolaring bo'lsa. Bir kishini ko'ring, qalam bilan jihod a'zamda anjom beradi. Ilmini zariyasi bilan. Bir kishini ko'ring, bayoni bilan, tablig'i bilan, va'zi bilan, afkori jami'ani ochishligi bilan, insoniyatlarda insonlarni zihniyat berishligi bilan, o'sha mafohim va muqaddasot dinda tushuntirishlik bilan jihod anjom beradi. Va bir kishini ko'ringki, fiziki shamshiru o'sha salosi qo'lginasiga jonini qalqon qiladi va istiloh fido qiladi islom uchun. U shaklga jihod qiladi. Shu asosdan Alloh taol tariqa va rohoy jihodni mushaxxas qilmadi Qur'onga. Va a'iddu lahum mastata'tum. Ey musulmonlar, sizlar omadalik olinglar. Qanchaki sizlarni tavonalaring bo'lsa. 20 yil ilgariki hukumatda tag'irotiga bizda mutoji bo'lib ko'rsak, tanho o'sha olimlarki manobir va masojiddan mardumni zehnlarini ochaydi, ular dunyodan ketgan emas. Ular shahid qilinmadi fikrlaring bo'lsa. Yaxshi chehradas kishilarda ham shahiddir. Yaxshi javonlarki buruman dedi, nihoyat fasohat balog'ati shamshirday tili bor edi. Ularda hamma biz bilamizki birin-birin takdirandozlarday urdi har joyga. Dushman biladiki tanho rohi jihod va firuzlik dar muqobili kufrga bir saloh emasdi. Alloh shu uchun mushaxxas qilmadi yo'lda, aytdiki va a'iddu lahum mastata'tum min quwwa. Dushman tanho narsaki qo'rqadi, ilmdan, donishdan.